Bir kuni serjant instruktor kutilmaganda kazarmada raid uyushtirdi. U g'azab bilan bostirib kirib, Vinsentning shkafchasidan yashirib qo'yilgan bir parcha nonni topdi va bu uni yanada jahlga soldi. Darhol yangi qoida joriy qildi. Endi Vinsent xato qilsa, butun vizot jazolanadi. G'azab ustida u nonni Vinsentning og'ziga zo'rlab tiqdi va qolgan askarlarga yerga yotib mashq qilishni buyurdi. Boshqalar jahli chiqib ketdi. Begona xato uchun azob chekayotgan edi. G'azablarini esa Vinsentdan olishdi. Ular qattiq sovunni sochiqqa o'rab, mahkam bog'lashdi. Iz qoldirmaydigan, ammo kuchli og'riq beradigan qurol yasashdi. Tunda qorong'ida sekin uning karavatiga yaqinlashib, ustini ko'rpa bilan bosishdi. Og'zini yopib, shu qurollar bilan shafqatsizlarcha kaltaklashdi. Uning qichqiriqlari butun kasarmaga yoyildi. Hamma urdi. Hatto yagona do'sti David ham avval ikkilanib, keyin boshqalarning talabi bilan eng qattiq urdi. O'sha kechadan keyin doim kulib yuradigan Vinsent Goyor yo'qoldi. Uning o'rnida g'azab, og'riq va qasos istagiga to'la odam paydo bo'ldi. U har qanday yo'l bilan kuchini isbotlashga qaror qildi va keyingi kunlarda boshqalardan ham ko'proq mashq qila boshladi. Har bir harakati aniq, otishi bexato, qurolni esa tajribali askardek tutardi. Ilgari uni kuchsiz deb bilgan serjant hayratda qoldi, chunki bir paytlar ikkinchi devordan ham osholmagan, balandlikdan qo'rqqan va bir marta ham tortila olmagan Vinsent butkul o'zgargan edi. Avvallari serjant uni hammadan oldida kamsitar, hatto urar edi. Ammo o'sha kechadan keyin Vinsentning xulqi keskin o'zgardi. U miltig'ini tozalab turib, o'zi bilan o'zi gaplashardi. Bir kecha David nafqatchilikda turganda hammomdan g'alati tovushlar eshitildi. Eshikni ochsa, Vinsent unitasda o'tirib, yuzida qo'rqinchli tabassum bilan miltig'ini o'g'layotgan edi. David yugurib borib uni to'xtatmoqchi bo'ldi. Yolvorib, "Buni qilma, aks holda hammamiz jazolanamiz" dedi. Birdan Vinsent o'rnidan turib, ofitserdek baland ovozda buyruqlar bera boshladi. Ovozi shunchalik baland ediki, butun kazarma uyg'ondi. Serjant so'kinib yugurib kirdi. David miltiq o'qlanganini aytgach, serjantning yuzi o'zgardi. U muloyim gapirib, tinchlantirishga urdi, ammo Vinsent unga qaramadi ham. Bu serjantni haqorat qildi va u yana baqira boshladi. Bu safar Vinsent jim turdi. Faqat cho'ntagidan bir o'qni olib, serjantning kaftiga qo'ydi. Kazarma muzlab qolgandek jim bo'ldi.